Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal YouTube kanali va Yoqubjon Bisalimov. Bugun sizlarga bir ma'lumotni bermoqchiman. Chunki oramizda ko'pchilik bu ma'lumotni noto'g'ri qabul qilishadi. Ya'ni gap xususiy universitetlar haqida. Bilasiz, xalqimiz azaldan davlat universitetlarini ko'kka ko'tarib, xususiylarni esa yerga urib kelishadi. Xo'sh, aslida-chi? Bugun ana shu savollarga bugungi videoda javob olamiz. Men o'zim ham mana bu xususiy universitetlarni ham, davlatning ta'lim shaklini ham juda ham yaxshi bilaman va bular bilan ancha-muncha tanishman. Va endi sizga hozir o'zimning tajribamdan kelib chiqib bir nechta faktlarni aytib beraman. Va undan avval sizga bitta ma'lumotni aytib ketay. Ya'ni bu o'zbekchilik mentaliteti. O'zbekistonda bilasiz, xalqimiz avvaldan bo'lish kerak bo'lmagan narsani, aslida bo'lmagan narsalarni bir o'zlaridan topib olib, ularni aytib yuradi. Ya'ni xalqimiz orasida miflar bor. Xuddi to'yga 100 million so'm xarajat qilmasdan o'tmaydi degandek, davlatga emas xususiyaga kirsa hayot to'xtab qoladigandek shunaqa taassurotlar bor. Endi davom etaman. Endi xolis bo'lib ikkala tarafni ham bir tarafni yonini olmagan holatda xolisona fikrlarimni bildiraman. Xo'p, keling birinchi navbatda davlatnikidan boshlaylik. Davlatniki. Bilasiz, davlatnikiga kirish davlatnikiga juda ham qiyin. U yerga talabalar yillab tayyorlanadi va ularga turli xil sertifikatlar kerak u yerda kafolatlangan o'rinni egallash uchun. Va bu juda ham qiyin. Ammo lekin shuncha tayyorlandi, shuncha o'qidi, shuncha mablag' sarf qildi shu narsaga kirish uchun. Ammo keyinchalik nima bo'ladi? O'qishdan keyingi hayot qanaqa? Xo'p, o'zim shu paytgacha uchrashgan talabalarni ko'rdim. Ularda deyarli o'qishni ko'rmadim to'g'risi. Ularga qiynalib o'qishga kirgan, ammo lekin darslar unchalik qiyin emas. Darslarga bir yetarlicha ular bilim olmaydi, qanaqadir g'alatiroq. Nazariy jihatga bu e'tibor qaratgan. Amaliyot kam, faqat nazariy. Amaliyot yo'q. Bu juda ham katta minus do'stlar. Bu yaxshi emas. Lekin bitta plyus tarafi bor. Chunki ertaga siz universitetni bitiradigan bo'lsangiz, qo'lingizda diplom bo'ladi va diplom davlatniki. Kim so'rasa, mana men davlatnikini bitirganman deb maqtanib qo'ysangiz bo'ladi. Ammo ishga kirishchi degan savol turadi. Bu aslida bir tiyinlik foyda bermaydi ishga kirishda. Ana endi navbat xususiy oliy ta'lim muassasalariga. 2020-yildan boshlab O'zbekistonda xususiy ta'lim muassasalari o'z ish faoliyatini boshladi. Ko'proq boshladi, ya'ni ko'proq yangi universitetlar ochildi va o'zlarining ta'lim shakllarini amaliyotga tatbiq qilib kelishdi va ko'plab universitetlarda sifatli ta'limlar boshlandi. Xo'p, endi keling, bunga birinchi navbatda xususiy oliy ta'lim muassasalariga kirish qanday bo'ladi? Juda ham ko'pchiligiga kirish juda ham oson bo'ladi. Davlatga qaraganda juda ham oson, qiynalib o'tirmaysiz, osongina kirasiz. Ammo lekin o'qish degan tarafi bor. Xususiyga oson kirasiz, lekin qiynalib o'qiysiz. O'zingizni majburlab turib o'qiysiz. Nimaga? Chunki birinchidan bitta minus tarafi bor, kontrakt narxlari nisbatan balandroq bo'ladi. Ammo lekin shunga yarasha mana bu kontraktga sarflangan pullar ta'lim sifatiga sarflanadi. Resurslarga, sizlarga amaliy bilim berishga va hokazolarga sarflanib, ta'lim sifati yuqoriga ko'tariladi. Shu borasa ham u qiyin bo'ladi uni kontraktini to'lash, ammo lekin mana shu kontrakt narxi qimmat bo'lgani uchun siz mana buncha pul to'layapman, o'qishim shart degan narsa bilan siz xohlaysizmi yo'qmi o'qiysiz. Albatta bu ham o'zini kishiga bog'liq. Ammo lekin gap faqatgina kontrakt qimmatligi uchun siz o'zingizni majburlab o'qiysiz degani emas, balki-da u yerdagi sifat ham sizni o'ziga tortadi. Siz o'zingizga kelajakka umid paydo bo'ladi. Demak, men mana bu fanni o'qisam, mana bu universitetda oxirigacha yaxshi o'qisam, kelajakda bir o'zimni kasbimda mutaxassis bo'laman, osongina ish topib ketaman deysiz. Va shuni ham tushunasizki, xususiy universitetlarda aslida diplom bir tiyinga qimmat narsa ekanligini xususiy universitetlarda ham tushunib olasiz. Va yana qaytaraman, hozirgi paytga kelib O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bir gapi bor. Hozir diplom kerak emas. Diplom mutlaqo kerak emas. Va shuni ham unutmangki, bizning davlat boshimiz kim? Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning targ'iboti nima? Diplomga emas, kasbga yo'naltirish. Va siz qachonki O'zbekistonda bir muvaffaqiyatga erishasiz, qachonki davlat boshlig'ining aytganini qilganda. Demak, davlat boshlig'imiz, prezidentimiz aytayaptiki, sen diplomga o'qima, kasb uchun o'qigin, kelajaging bor bo'ladi shuni deyapti. Shuning uchun sizlar ham diplom haqida o'ylashni to'xtatinglar do'stlar. Davlatga kira olmadingizmi, ballingiz pastmi, tupuring bu narsaga. Davlatga kirishga majbur emassiz. Davlatingiz sizga ertaga bitirsangiz kafolatlangan bir ishni berib qo'ymaydi. Berishi mumkin, 2 million, 3 millionlik oyligini berib qo'yishi mumkin, ammo lekin baribir yana qaytaraman, sizga davlatniki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hech qachon kafolatlangan ish taklif qilmaydi. Xullas, demak, yetarlicha gapirdim. Endi tushungan oladi shu paytgacha. O'ylamanki, men sizga xolisona fikrlarimni yetkazib berdim. Davlatga kirish kerakmi yoki xususiyga kirish kerak ekanligini
aytib o'tdim, ammo lekin shu joyda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Xususiy universitetlar nisbatan faoliyatini yangiroq boshlagani uchun eskiroqlariga kirishga harakat qilinglar. Nimaga buni aytyapman? Chunki eskiroq yilda ochilganlari nisbatan ishonchli bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda ishonchli bo'ladi? Ular allaqachon universitet talabalar bitiruvchilarga ega, chunki bilasiz kamida 4 yil kerak bakalavriatni bitirish uchun. Va mana shu 4 yilni o'tib bo'lgandan so'ng ularning reytingi tuziladi. Ularning qanchasi ishga kirdi, qanchasi muvaffaqiyatli bitirdi, qanchasi o'zini sohasida o'zini topib ketdi. Mana shu narsalarga e'tibor qaratishingiz kerak. Va shularga e'tibor qaratsangiz va shularga to'g'ri bajarsangiz, bemalol xususiy oliygohlarga ham kirishingiz mumkin bo'ladi. Va video so'ngida shuni ham aytib ketardimki, haligacha orangizda bilaman, soha tanlashga qiynalyapti. Umuman endi yo'nalish tanlashni boshladi. Umuman endi o'qishga kirishni niyat qildi. Hali tayyorlangani yo'q. Tayyorgarlik 0 bo'lib turibdi va nimani tanlashni bilmayapti. Shunda meni oldimga keling. Telegramda yak.takchilsak bor. Xullas, izohlarda yozib qoldiraman Telegram ichkamni. Men sizga maxsus Telegram kanal tayyorlab qo'yganman. Arzimagan obunatiga 50 ming so'm bilan qo'shilasiz. Ana bu kanalda barcha savollaringizga javob berib qo'yganman. Misol uchun siz iqtisodga o'qimoqchimisiz, iqtisodga kirmoqchimisiz, qaysi fanga tayyorlanishingiz kerak, qanaqa manbalar kerak, hammasini u yerga tayyorlab qo'yaman. Va shuningdek, o'zim sizlarning savollaringizga qo'ldan kelgancha u yerda javob beraman. Xullas, sizlarni qiynaltirib qo'ymayman. Mana shu takliflarni ham inobatga olib qo'yasiz va video shundan iborat edi. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Videolarimga like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying. Qanaydir savol bo'ladigan bo'lsa, mayli izohlarda yozib qoldiring.